Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi sonimizda sizlar bilan bugun O'zbekistondagi eng katta qandolat skladini ko'rib chiqamiz. Ko'rsatuv davomida mahsulotlarimizni qanaqa sharoitda saqlashimiz, qanaqa sharoitda olib kelishlarimizni va eng muhimi halol bo'lgan mahsulotlarimizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana bu ko'rib turganinglardek bizning eng katta skladimiz bo'ladi Toshkentdagi. Bu yerda 100 dan ortiq har xil mahsulotlarimiz bor. Jele deysizlarmi, marmeladmi, chupa-chups o'yinchoqlar ham bor. Mana hozir Anvar aka qatga yuk chiqib kelyapti. Hozir Sirdaryo viloyatiga yuk chiqaryapmiz. Marshmellolarimizni xilma-xil ko'rinishdagi va marshmellolarimizni iborat bo'lgan mahsulotlarimiz chiqib ketyapti. Klientimizga. Klientimizga chiqib ketyapti. Sirdaryodagi klientimiz. Ko'rib turganinglardek orqamda o'sha hamma bilgan bizning eng mashhur, bizning mashhur qilgan mahsulotlarimiz ham bo'ladi, ya'ni Happy marmeladlarimiz. Va bu yerga kelsangiz ham ko'rsataman, bu narsa yengillik bo'lgan bizda Happy'ni marshmellolari. Oldin bizda faqat Happy marmelad bo'lardi, uni biz marshmello ko'rinishida ham olib kelishga qaror qildik. Odamlar talabiga binoan, albatta. Bu ham shunaqa zarli qog'ozlarda. Mana ko'rsanglar bo'ladi, marshmellolar. Buni ham har xil turlari bor. 5-6 xildan ortiq turlari bor marshmellolarning ham. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, ko'pchilik ikkilanib qoladi bizdan mahsulot olayotganda, halolmi deydi, qayerdan olib kelasizlar o'zi deydi. Biz hamma mahsulotlarimizga 100% garantiya beramiz, shu halolligiga. Marmelad bo'ladimi, konfetmi, hozir ko'rsatgan marshmellolarmi 100% halol. Xohlasanglar buni Instagramdagi sahifamizga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Hammasini sertifikatlari bilan ochiq-oydin ko'rsatib qo'yganmiz. Halolligini bemalol o'shadan ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda qo'limizda 100 dan ortiq har xil mahsulotlarimiz bor. Yana ko'rsangiz bo'ladi, bu yerda ham Happy'ning 3-mahsuloti, ya'ni bular nima edi o'zi bu? Az keling. Ochib bor ekan. Jelelarimiz bu qanaqa bu lovis yuraychi shaklidagi. Buni har xili bor, ko'zligi bor, o'rdakligi bor, planeta. Buni ham juda ko'p xillari bor. Ya'ni buni ham Happy brendi ostida olib kelishni boshladik. Yana sizlarga bitta narsa haqida gapirishni esimdan chiqarmayman. Bu narsa nimaki bizning shu kunda fishkamizga aylangan, ya'ni muzikaning chupa-chups. Muzikaning chupa-chups deganimda bu hali O'zbekistonda yo'q. Ko'pchilik aytsam hozir baribir bilmaydi. Shuning uchun bitta obzorini qilib beray, o'zingizlar ko'rasizlar. Men bitta narsani ko'rsatib o'tib ketay. Pelico bizning yangi brend. Ya'ni hozirgi kunda hamma olib kelayotgan mahsulotlarimizni ustida ishlayapmiz, rebrending qilyapmiz, чтобы odamlar ko'rganda bittada bilsin, bu kimga tegishli ekanligini. Shuning uchun Pelico degan yangi brend shu kunlarda yo'lga qo'ydik, ishlab chiqarish. Hamma endi ishlab chiqargan narsalarimiz mana shu Pelico brend ostida ishlab chiqariladi. Mana o'sha hozir aytib o'tgan chupa-chupsim Pelico brend ostida ishlab chiqarildi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu blok ko'rinishi, bitta blokda 24 ta dona bor. Bu aytib o'tmaman, qushimiz Pelico o'zi qahramonimiz. Endi qulaylik qilish niyatida ham blokda assortiment qilib olib keldik. Chunki ancha olib-sotarlarimizga bu narsa ham qulaylik bo'ladi. Qo'limda ko'k ranglisini oldim. Dizaynga alohida ahamiyat berasizlar. Halol sertifikatlari bor, shtrix kodlari bor. Har xil tilda tarjima qilingan. Asosiysi bizning brend. Keyin ustida QR kod tashab ketamiz. Hammasida yaqinda kutib qolinglar. Juda katta shov-shuvli konkursimiz bor. Mana shu imенно QR kod orqali yutuqlar beramiz odamlarga, har xil shoularda ishtirok etsanglar bo'ladi. Yonida instruksiyalar ham tushuntirib o'tib ketilgan. Hozir buni ochib ko'rsatib beraman endi. Bu yerda aytganimdek 6 xil rangi bor. To есть 5 xil rang, ichida 6 xil muzika bo'ladi. Endi yosh bolalarga ham qulayroq. Hozir aytaman nimaligini. Ochsanglar, chupa-chupsning o'zi upakovkaga alohida e'tibor berasizlar. Juda sifatli qilib qilingan hammasi. Oddiy chupa-chups, dumaloq chupa-chupslardan zerikkanlar uchun yuraychi shaklidagi gitarani uchiga qo'yilgan chupa-chupsimiz. Endi buni ham yana ochamiz. Mana bu knopkasi bor. Bosib tursanglar muzikasi yonadi.
eshitilayotganlar mana eshitsanglar bo'ladi ichida muzikasini. Uni shimib turib, endi mana bu narsasi bo'lsa, quloqga tiqib olasizlar, shu yaxshiroq og'izda shimganda muzika bu yoqdan chiqadi. Buni quloqda yopib olsanglar, bu bilan og'iz ichida bo'shlig'ida, vakuumda, to есть muzika yaxshiroq eshitiladi. Ta'mi ham juda zo'r. Eshitilayotganlar muzika. Bu menimcha yengil. Men butun dunyoda ham hali Amerikaga borganimizda ham yaqinda chupa-chupachalar bilan ko'rishdik. Bunaqa narsasi yo'q edi. Mana buni O'zbekistonda biz birinchi marta yengil qildik. Shuning uchun qiziqib olib yosh bolalarga bo'lsa ayniqsa zo'r yengillik bo'ladi. Bizning paytimizda bunaqa narsalar ham bo'lmas, to'g'risi. Hozir sizlar bilan Tuskladni ko'rib chiqdik. Agar sizlarga yana mana shu hamma assortimentlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa va aynan shu mahsulotlarimizni qayerdan sotib olishni xohlayotgan bo'lsanglar, bizga obuna bo'lib, keyingi ko'rsatuvlarimizni ko'rishda davom etinglar. Keyingilarda уже bundan-da yaxshiroq hamma ma'lumotlar bilan bo'lishga harakat qilib boramiz. Hammanglarga rahmat. Zo'r.